Jizzaxga Xitoydan tovarlarni onlayn buyurtma qilish zararmi yoki foydalimi? Bu borada qimmatga tushgan joyim ham bo'ldi, lekin siz bu xatoni qilmang. Videoda narxlari bilan shaxsiy tajribamni ko'rsataman. Qo'limdagi telefon chexoli Toshkentdan ham topolmaganim uchun onlayn Xitoydan buyurtma berganman. Buni 28 mingga olganman. Yo'l puli uchun 10 ming so'm to'laganman. Xo'p, buni sinab ko'rish nimadan boshlandi? 8 oy oldin 5 yoshli qizimni Toshkent market yonidagi ushbu binoda joylashgan professional ingliz tili kursiga olib kelib, agar o'qishni va yozishni o'rgansang, xohlagan narsangni olib beraman degandim. 8 oy ichida qizim istalgan gaplarni bemalol o'qib, hatto deyarli xatolarsiz SMSlar yoza boshladi. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, xorijda 6 yil tajribaga ega va Jizzaxda tengi yo'q ustozning profilini pastda qoldiraman. Xullas, qizim shu o'yinchoqni tanladi. O'zimizda topolmagan narsalarni Xitoy marketplace'lari orasidan eng arzoni deyiladigan Taobao'dan foydalanib xarid qilardim. Noqulay tomonlari buyurtmalarni Toshkent shahar markazidagi ofisdan borib olib ketish kerak. Programma Xitoy tilida ishlaydi, lekin buni iloji bor screenshot qilib, tarjima qilib tushunsak bo'ladi. Bu marketplace orqali ushbu bolalar o'yinchog'i uchun 79 ming to'laganman. Telefon tutkichi uchun esa 15 ming to'laganman. Ikkalasining pochta puli 64 ming bo'lgan. Oxirgi buyurtmam qizim tanlagan ushbu o'yinchoqni 100 mingga buyurtma qildim. Lekin pochta puli uchun 180 ming to'ladim. Shu yerda Jizzaxdan Toshkentga kelib qimmatga tushmadimmikan deb o'ylanib qoldim. Jizzaxdan olaversam bo'lmasmidi? Sizni bu borada qanday tajribalaringiz bor? Izohlarda yozib keting. Qiziqqanlar uchun Safiya bilan kelishgan holda ushbu o'yinchoqni sotuvga qo'yganmiz. Sababi qizim buni 2-3 kun o'ynab, zerikib o'ynamay qo'ydi hamda shu kunlarda kredit to'lovlarimiz yaqin bo'lgani uchun pul kerak bo'lib turibdi. O'yinchoq hali yangi ideal holatda. Qiziqqanlar pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsa, Jizzax shahar bo'ylab bepulga olib borib beraman. Narxi 250 ming so'm. Video foydali bo'lsa obuna bo'ling. Jizzaxdagi shu kabi videolarni ko'p ko'rsatamiz.